Alaykum hammaga доброе утро. Bu kechiga olib qo'ygan mashinamiz Gentra ekan. Qo'ldan kelgancha zavodskoy qilib bering deydi. O'zi zavodskoyda chexol bo'lgan ustida yechib olish. Pollari yuvildi, teglari tozalandi, sideniya qo'ldan kelgancha toza qilindi. Kraska sepilmadi hech qayog'iga. Hammadan bilsa bo'ladi. Kraska sepilmagan, zavodskoy qilib chiqarildi. Xizmatli bo'lsa bemalol aloqadamiz. Hamyoda mana men boy kechadan beri kirdi deb o'ylasam, akasi bu teshilib qolgan ekan, nimadir o'stri narsa kirib ketgan. Patalollari chiroyli chiqdi. Bitta aybi bunda kuchugi ham, mushugi ham bor ekan. Shu anaqasi anaqa edi полностью. Qo'ldan kelgancha tozalandi bu yo'la. Xizmatli bo'lsa bemalol aloqadamiz. Всем удачи, всем хорошего дня. Matoviy chiqqan hamma yog'i charchamayman.